Turmush ba'zida ba'ayni oldin o'rinlashtirilgan suiqasdga o'xshash sizni orqa-orqadan falokatga mubtalo qiladi. Bir qiyinni hal qilsangiz, yana 10 xil qiyinchilik tayyorlangan bo'ladi. Haqiqatan hayron qolasiz. Chorasizlikdan yig'lashni nomus bilganingiz bilan ochiq kulishdan o'zingizni tutib olmagingiz tas. Bugun haftaning qaysi kuni bo'lganligini, to'y xotiri kunini, farzandining tug'ilgan kunini, hatto o'zining telefon nomerini unutib qoladigan odamlarni uchratganda mazoq qilgan bo'lishingiz mumkin. Lekin turmushning shundoq bir ritmiga o'zingiz tushib qolgandila, ondan ularning aslida unchalik unutqoq emasligini, balki o'zining aromiga taalluq 1 minutmi vaqti yo'q ekanligini tushunib yetasiz. Bir onaning 5 yuan pulni yuttirib qo'ygan bolasini adablayotganligini, bir do'stingizning necha 10 yuan pulni ortiq xajlashga chingliq qilib, sizlar bilan birga tamoqqa birga chiqishni rad qilish uchun qayta bahona ko'rsatayotganligini, bir xizmatdishingizning hozirgacha mashina olmay, koni toksikletni minib yurganligini ko'rganingizda nimalarni o'ylaysiz? Qanday hukm chiqarasiz? Acaba 5 yuan pul boladan muhimmitti? Lekin siz uning ashu 5 yuan pulni qanday topadiganligi haqidagi hikoyasini bilmaysiz. Do'stingiz nimishqa doim shundoq piqsiqlik qiladi. Shundoq. Do'stlar bilan o'ltirib yaxshi ne'matlardan birga huzurlanish qaltis huzur ish. Lekin uning ashu zo'ri bo'lmagan chiqimi uning uchun qanchalik bearamchilik elib keldiganligini siz o'ylab yetolmaysiz. Kichik chog'ingizda muallimlar pul muhimmi, bilimmi? Pul muhimmi, mehr muhabbatmi degandek temalarda munozara uyushtirgan bilan yanada o'z yakuni bilan sizning qimmat qarashingizni yetaklashga urinatdi. Zaman o'zgardi. Hamma narsa, jumladan arzu, istak, ehtiyojlaringizmi sizga agishib cho'ng bo'ldi. Ortiqcha g'oyiviy tarbiyalarning o'zingizni aliqandoq ulug'vor odam qilolmaganligini his qilish bilan birga, heliqib pul degan narsaning amaliyotda intayin muhim narsa ekanligini qattiq bilishga boshladingiz. Dunyoning orzuyidagidek go'zal bo'lishini, barcha bulung pushqoqqacha mehr muhabbat gullarining xushpuroq hidiga to'lishini kim xiyol qilmagan? Lekin amaliyot shundaqki, erishmoqchi bo'lgan go'zal narsalarning umri nihoyat qisqa bo'ladi. Hatto tushingizdagi bir tal olmadik. Qo'lingizni uzatqicha uyg'onib ketasiz. Ko'rganingiz yangi bir kunning boshlanib bo'lganligi. Esingizni yig'dig'ini eshik oldingizda saqlab turgan mijozi idora boshlig'ingizga o'xshaydigan reallik. Dunyoda g'amsiz odamlar bek az, chorsiz odamlar bek ko'p. Millionerlar bek az, muhtojlar eng ko'p. Talayliklar bek az, pishoniz ta'tirlar nihoyat ko'p. Rost, mutlaq ko'pinchimiz nihoyat oddiy odamlar. G'amlarimiz to'la. Ba'zida g'oyiviy narsalar bilan dilimizni narkozlab tursaqmi, lekin qo'rqadigan, turmushimizda yuz berishini faqatla xohlamaydigan masalalar hammamizga o'rtaq. Hatto ba'zida bizning ko'rinma holimiz va ayni suv yuzidagi juloliq ko'pikka o'xshaydi. Shuncha go'zal, ammo shuncha ojiz. Bir qatimliq kutilmagan hodisa, bir qatimliq og'ir kasallik, bir qatimliq xato tanlash, hatto bir qatimliq xato hukmimizmi hayotimizga ko'tirib qo'pqisiz zarbalarni bera oladi. Yeshingiz Qur'oniga yetganda, ruhiy dunyoingizmi balog'atga yeta olsa, shuni tabiiyla tunib yetasiz. Dunyo mehribonmi emas, rahimsizmi emas. Yashashning formulasi razmiri bo'lmaydi. Tayyor o'zimizga chip tushkidek taqdir yo'linishi texmi mavjud emas. Lekin o'rtaq bir mezon bor. Hayotni, odamlarni tushunishni, qabul qilishni, birga yashashni, hurmat qilishni o'rganib olish bilan birga o'z turmushimiz uchun tirishchanlik qilishni to'xtatib qo'ymasligimiz, hayotda go'zal narsalarning borligiga shaksiz ishonish bilan birga turmushdagi rohat rayon xumorining intayin xatarlik ekanligiga mutlaq ching tutish kerak.